Sardor Mamadaliyev, keyin Shohjahon, keyin Jasur Umar uchtasini hozir katta ishgali ketyapti. Internet, через internet orqali dang'ir-dung'ir bo'lyapti. Короче, ko'rib o'tirib, analiz qilib, короче, endi xalq ham ko'rayotgan ekan, shuning uchun men ham bir video qilay dedim, xalq ko'rayotgan hisobiga. Ko'rmaganda men ham qilib o'tirmasdim, to'g'risi. Ani Masta bilan osh dedi. Gap yo'q, rostdan shunaqa Masta bilan osh. Misol uchun Shohjahon osh bo'lsa, anunisi чистый Mastava. Просто oshga suv ko'p qo'shib yuborilgan unga. Ketib qo'ygan. Jasur Umar har doim deb anaqa nima deydi? Klon. Har doim PR qilish uchun har xil qiluvli qilib ko'radi, har xil ishni qilib ko'radi, короче, klon чистый. Lekin Sardor Mamadaliyevni men kimdir 5% bilar, kimdir 6% bilar, kimdir 10% bilar, kimdir 50% bilar. Men 100% bilaman. Sardor Mamadaliyev zo'r bilaman. Vashcha cho'tki bilaman. Sardor Mamadaliyev ma'mulaga o'xshab borib, ertalabdan turib tuxum yutib, короче, men короче bugun ashula aytishim kerak deb vashcha tayyorgarchilik qilmasdan shuna mikrofon oladi. Ana shu dovushida bor, ana deydi-yu, erkakni dovushida. Rostman erkakni dovushi. Sherali Jo'rayevda ham unaqa dovush yo'q. Qayerdan unaqa dovush qilib bera olmaydi. Uni tug'ma unda talant Sardor Mamadaliyevga.